Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kudreti bir qaraydigan bo'lsangiz, Allah subhanahu ve ta'ala bir qancha qushlarni osmonda uchadigan qilib qo'ydi. Allah Teala'nın mucizesiga baksangiz, qushlardan boshqa narsalar qushlar kabi uça olmaydi. Bazı bir hasharotlar ham uchadi, lekin qushlarni uchishini ko'rib Allah Teala'nın qudratiga hamd va sano deysiz. Samoda parvoz etadi bir qush, qanot qoqishlari oladi es xush. Nega hamma qushdek uça olmaydi? Mo'jizani ko'rib deymiz balki tush. Ey samoda ozod uchib yurgan qush, dardim aytay tingla bir oldimga tush. Ozodlik u hurlik neligini kuyla, kuylaring tinglab ko'nglim bo'lsin xush. Yana bir tomon, mo'min musulmon har qanday zamon, har qanday makonda bo'lmasin, uning iymoni bir xil turish kerak. Ha deb o'zgarib ketaverishligi durust emas. Qachoniki odam iymondan voz kechsa, demak u kufrga qadam qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mo'minning iymoni tanlamas zamon, mo'minning iymoni tanlamas zamon, sof niyati ixlos tanlamas makon. Har qanday zamonu makonda bo'lsin, hargiz aqidasin buzolmas gumon. Har qanday zamonda, har qanday sharoitda bo'lsin, mo'minning iymoni, aqidasini gumon, shak, shubha, turli gap so'zlar buzolmaydi. Mol mulk insonni aylaydi sarxush, mol mulk insonni aylaydi sarxush. Chekkan mashaqqatlari bo'lar go'yo tush. Omonatni qaytar xitobi kelsa, dahshatdan titrabon bo'ladi behush. İnson boylikka, ilmga, ma'rifatga yetishguncha, yetuklikka yetkunicha qancha mehnat, mashaqqat, qiyinchiliklarni boshdan o'tkazadi. Hamma narsaga yetdim, endi xotirjam yashayman degan paytda, endi omonatni topshiring degan xitob kelganda, u xitobni eshitib insonni hushi boshidan uchar ekan. Shuning uchun demak, doimo mehnat qilib boylikka erishdikmi? Demak, omonat egasi bugunmi, hozirmi, bir pasdan keyin, ertagami, 10 yildan keyinmi baribir kelishligini va berilgan omonat, ya'ni jon omonatini topshirishligini esdan chiqarmaylik.